Assalomu alaykum hammaga. Bugun CSS darsimizning 4-darsi. Darsimizni ochib olamiz. Darsimiz Visual Studio'da ochib olamiz. İşte Style CSS. CSS olamiz. Ko'rishimiz kerak bo'lgan ayrim CSSga kirishdagi yana narsalar bor. O'shalarni bir ko'rib o'tamiz. Hop, deylik, HTML o'zi turibdi va body'ning ichida hech narsa yozmadim. CSSda. Endi CSSda shunaqa ish qilamizki, hop, hech narsa yo'q joyga stil berib ko'ramiz. Yulduzcha, demak, o'tgan dars ko'rgandek, yulduzcha bu HTMLdagi barcha narsaga stil beradi. Hamma narsani border chiziqlar bilan ko'ramiz. Border degani bu chegara chiziqlari. Uchta qiymati bor. Birinchisi chiziqning o'lchami, ikkinchisi chiziqning rangi, uchinchisi chiziqning turi. Solid degan turi bor. To'g'ri chiziq. Buni yana chuqurroq o'rganamiz keyingi darslarda. Hozircha bizga kerak natijani ko'rishimiz. Hop, mana natijani ko'rdik. Demak, bitta chiziq va ichida yana chiziq va ichida yana chiziqlar bor. Ular nima? Ko'ramiz endi. Hop, mishkani o'ng tarafini bosib, prosmotr kod yoki F12 ni bossam ishlaydi kimgadir. Va mana bu yoqda demak biza yozgan kodlarimiz chiqib turadi. Mana bu joydan bosib turib va ekranga olib kelsak, bu nima ekanligini ko'rsatadi. Demak, eng kattasi HTML ekan. Va uning ichida mana uning ichidagi body. Body'miz mana shunaqa turibdi. Burchakda bo'lgan. Bu grammatik. Bu hozircha kerak emas. Demak, HTML va body'ni ko'rdik. O'zi asli ko'rinishi mana shunaqa turadi ekan. Uzunligi. Endi bularni ichiga yozib ko'ramiz. Deylik, HTMLda div degan tag bor. Div. Har qanday elementni h1 bo'ladimi, p bo'ladimi, hammasini ichiga nimadir yozamiz va ular nimadir amal bajaradi. Div esa quruq, oddiy qutini o'zi. Buning ichida hech bir rasmlar, hammasi bitta quti qilib, kart qilib yaratiladi. Shunchaki ularni jamlab berish uchun jamlab beradigan vazifa bajaradi. Hop, divni ko'ramiz endi. Divni ko'ramiz va div bilan bir vaqtda span degan element ham bor. Bu ikkalasi ham bitta ishni qiladi. Ikkalasining vazifasi bir xil, faqat farqi div blok element, span esa inline element. Div ichida bor narsani deylik, to'g'ri. Uzunlik ketdi, keling kichraytiramiz. Div va span. To'g'ri. Endi natijani ko'ramiz. Mana natijamiz. Demak, hop, body'ni borderni qora qilaylik. Chegara chiziqlarni rangi. Deylik, black. Demak, qora chiziqli body ekan. Endi mana ikkita qizil chiziq bor. Tepadagisi div, pastdagisi span. Span bu HTMLda ham aytib o'tib ketganim inline element o'zini ichidagi kontentning uzunligicha bo'ladi, uning uzunligi.
Blok elementi esa mana div. Ichidagi kontent qancha bo'lishidan qat'iy nazar butun ekranni gorizontaliga egallaydi. Eni bo'yicha butun ekranni egallaydi. Mana butun ekranni egallab turibdi. Bu esa faqat o'zi turgan joyni egallab turibdi. Div esa divni chegarasi qizil chiziq bilan oxirigacha ketgan. Demak, div oddiy quti, oddiygina quti va blok element. Span ham oddiy quti, lekin bu inline element. Span juda ham kam ishlatiladi. Span qachon ishlatamiz? Deylik, hech bir tegi bor. Uning ichida bor ham 5 yozganman va shuning ichidan faqat lorem degan so'z ajralib turishini xohlayman. Shu narsani spanga olamiz va bu so'zni alohida bu so'zga demak stil bersak bo'ladi. Mana lorem turibdi va loremga alohida stil berishim kerak bo'lgan joyda span yozaman. Xo'sh, keling shuni hech birini ichidagi span bo'la qolsin. Background color green. Mana, aynan lorem so'zi ajralib turdi hech birini ichidan. Div esa naborot hech birlarni ichida emas, ulardan tashqari ularni otasi bo'lib vazifa bajaradi ko'p hollarda. Deylik, div degan element va ichida hech bir va ichida p. Natijasini ko'ramiz. Hop, bu h1 mana p va mana bu qizil esa div. Div border color blue. Demak, ko'k bu div. Ichida h1 bor va ichida p bor. Span esa h1 ichida kirib ketdi. Demak, blok element ekranni gorizontaliga to'liq egallaydi. Inline element esa faqat ichidagi kontent uzunligicha bo'ladi. Hop, endi divni uzunligini qanaqa kamaytiramiz yoki o'zgartiramiz? Width degan kodimiz bor. Width CSSda. Hop, bu gorizontaliga o'lchamini ko'rsatadi. Deylik 500 piksel. Mana ko'ramiz, 500 piksel bo'ldi. Va eniga o'lcham bermoqchi bo'lsam, height. Buni 200 piksel. Mana bu tepadagi divga ham ta'sir qildi, bu divga ham ta'sir qildi. Demak, vertikaliga balandligi height bilan o'lcham beriladi ekan. Hop, endi viz va heightlarni o'lchamlari bor. Agar butun ekranni egallamoqchi bo'lsa yoki vertikaliga butun ekranni egallamoqchi bo'lsa, bu o'lchamlarni dokumentatsiyamizni ochamiz, bittalab ko'rib chiqamiz. Demak, o'lcham va ranglar uchun dokumentatsiya qilganman. Bu videomiz pastida bo'ladi. Buni bittalab o'rganib chiqasizlar. Birinchisi piksel. Hozir ishlatganimiz piksel. Piksel bu har bitta kompyuter ekranini yaqindan qarasak, mayda to'rtburchak bo'lakchalariga ajratilgan. Bu har bitta bo'lakcha shu piksel hisoblanadi. Bitta bo'lakcha piksel. Xo'p, demak, piksel bu asosan standart o'lcham hisoblanadi. Har qanday qurilmada 20 piksel bo'ladi. Bu o'lcham bersak bo'ladi. Xo'p, endi M degan o'lcham bor ekan. M mana 20 piksel otasiga berilgan. M asosan otaga nisbat qila oladigan ota elementning parent font sayziga bog'liq o'lcham. Agar otasining o'lchami 20 piksel bo'lsa, ichidagi p ga font size M 2M bersak, demak otasiga nisbatan 2 barobar yozilgan 40 piksel bo'ladi ekan. Xo'sh, foiz ham otaga nisbatan olinadi. Mana div agar 400 piksel bo'lsa, uning ichidagi p 50% bo'lsa, yarmiga, ya'ni 200 pikselga teng bo'ladi. Hop, RAM asosan 16 piksel, HTMLdagi p
paragraf degani ichida yoziladigan yozuvlar asosan standart 16 pikselda bo'ladi. Bu 1 RAM deyiladi. Demak, 1 RAM 16 piksel deb olinadi. HTML font size. Butun HTML font size 16 piksel bo'lsa, demak 2 RAM bu 16 piksel bo'ladi deyiladi. Bu RAMni keyinchalik o'zgartirsa ham bo'ladi. 1 RAM 16 piksel deyiladi asosan. E, Lekin buni ham o'zgartirsa bo'ladi. Hop. VW bu faqat ekran bo'yicha oladi. Agar 50 VW bo'lsa, demak, gorizontaliga ekranni 50% egallaydi. U otasiga bog'liq emas. Hop, endi VH. Bu esa vertikaliga ekranni 100 VH bo'lsa, butun ekranni egallaydi. Ekran o'lchami qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, har bitta qurilmani o'ziga moslashib, demak, ekranni 100% egallaydi. To'liq egallaydi. Endi bu yoq qo'shimcha elementlar bor. Bularni o'zlaringiz o'rganib chiqasizlar. Kattaroq, kichikroq o'lchamlar bor. Medium degani bu. Bu ham 16 piksel deb olinadi. CSS standarti bo'yicha default o'lcham odatda 16 pikselga teng bo'ladi. Xo'p, undan keyin ranglar. Rang berish turlari, color name. Hop, mana ikkinchisi va RGB, RGBA va bular ham bor. Demak, bittalab ko'rib chiqsa bo'ladi. Dokumentatsiyani o'zlaringiz qo'shimcha o'qib chiqasizlar. Demak, color rangni nomi bilan berishadi. Red, blue, green. Demak, odatiy ranglar nomlari. Hop. Endi bunisi rushotka bilan beriladi va 000 oltita 0 dan 6 ta F gacha ranglar beriladi. 6 ta 0 bu qora, 6 ta F bu oq. Agar 6 ta bir xil yozuv bo'lsa, men pastda ham yozib qo'ygan. Ketma-ketlik bir xil bo'lsa, faqatgina boshdagi 3tasini yozsa ham bo'ladi. Xo'sh, RGB 000 3 ta 0 dan 3 ta 255 gacha bo'ladi. Bu ham rang berish turlaridan biri. RGBA, A alfa qo'shilsa, 4-qiymat qo'shilsa, bu shaffofligini pasaytirib yoki ko'paytirish mumkin. Agar bir tursa, bu joyda shaffofligi to'q. Agar birdan pasaysa, u shaffofligi kamayadi va uni orqasidagi element ko'rinish boshlanadi. Hop, transparent bo'lsa, bu umuman yo'q rang bo'ladi, shaffof bo'lib qoladi. Xo'sh, qo'shimcha demak ranglarni o'rganib chiqasizlar. Bugungi vazifa videoni pastidagi qo'llanmadan keyingi vazifa bo'limiga bo'ladi. Vazifa bo'limiga kirib, vazifani bajarib, hop, zip faylga aylantirib tashlaysizlar, yuklaysizlar. Darsimiz shu joyda tugaydi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Demak, darsimiz tugadi.